Endilikda biz bannerlar, aksiyalar va promo kodlarni ko'rib chiqamiz. Bannerlarga keladigan bo'lsak, bannerga kirib, banner qo'shamiz. Rasm yoki fayl kiritsak bo'ladi. Mana Teddy banner. Sistemaga qo'shdik, saqlaymiz. Ko'rganingizdek qo'shilyapti sistemaga. Aksiyalarga keladigan bo'lsak, aksiya qo'shishimiz bir nechta tartibda bo'ladi. Aksiya nomi, chegirmali ko'rinishda bo'lishi mumkin yoki nomini belgilab qachondan davom etadi. Dangacha belgilaymiz va saqlash belgilaymiz. Agar skidkali bo'lmasa, tahrirlashga o'tsak, ko'rib turibmizki 1+1 larni qo'ysak bo'ladi yoki 1+2, 2+2. Misol uchun bitta sotuvsa, bittasi tekin. Xuddi shu ko'rinishda o'zgartirsak bo'ladi. Ikkita sotuvsa, bittasi tekin. Va shuni teskarisi. Va amal qiladigan tovarlarni kiritib chiqiladi. Ro'yxatlari. Shu tariqa saqlash, aksiyalar qo'shiladi. Promo kodlarga keladigan bo'lsak, promo kodlar mana kodini kiritamiz. Foizda belgilangan so'mda bo'lishi mumkin. Necha marta foydalanish mumkin bu promo koddan. Amal qilish muddati belgilanadi. Va minimal qancha buyurtma summasiga boylab qo'yish mumkin bo'ladi. Necha marta foydalansa bo'ladi? 1 marta foydalansa bo'ladi. Minimal buyurtma summasi. Promo kod ishlaydigan. 4.500.000 so'm. Saqlash. Va shu kod orqali foydalangan mijozlaringiz 5% chegirmaga ega bo'ladi, agar 4.5 million so'mlik savdo qilishgan bo'lsa. Sharhlar bo'limida mijozlarimiz qoldirgan barcha sharhlar mahsulotlarimizga nisbatan qolgan bo'ladi. Ko'rib, biz ularni o'zimizga belgilab olishimiz mumkin va Instagram yoki boshqa sotsiyetlarimizda uni ishlatishimiz mumkin bo'ladi.